Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Pavlonia haqida video qilishni davom etamiz va bugungi Pavlonia haqidagi agrotexnikamiz, ya'niki Pavlonia bargi haqida gaplashamiz. Ya'niki ko'pgina Pavlonia sohasiga endi kirib kelayotganlar, ya'niki Pavlonia endi ekkanlar ko'pincha Pavlonia 1 metr 2 metr bo'lgandan keyin Pavlonia bargini olib tashlashadi. Ya'niki shu orqali bargini olib tashlansa yaxshi o'sadi, tez o'sadi degan maqsadda olinadi. Lekin asosan Pavlonianing agrotexnikasi shundayki, Pavlonia bargi olinmaydi. Sababi Pavlonia bargi mana shu bargi o'zining bargi orqali nafas oladi, ya'niki kislorod almashtirib, ya'niki o'sish jarayoni bundan ham tez bo'lishi mumkin. Ya'niki bargi turgan holatda tursa, agarki bargi olinsa, o'sish tempi kamroq tushishi mumkin. Hozirgi ko'rib turgan hollaringiz o'zi bir xili 1,5 metr, bir xili 1 metr, 1 metrdan ziyod bo'lgan Shanton navli Pavlonia ko'chatlarini ko'rib turibsiz. Bu ko'chatlar bizlarni doimiy kuzatib boradigan obunachilarimiz biladiki, bu yaqinda texnik stres bo'lgan ko'chatlar, ya'niki 2021-yil noyabr oyida ekilgan va 2022-yil fevral oyida texnik stres qilingan ko'chatlarimiz. Yerning qattiq bo'shligiga sabab va ekkan ko'chatimizning kichkina kattaligi sababli ko'pgina ko'chatlarimiz biri mayda, biri kattaroq bo'lgan. Ya'niki buning sababi ildiz sistemasi, ya'niki qaysi birining ildiz sistemasi juda ham baquvvat bo'lgan bo'lsa, ular o'sish tempi juda ham yaxshi. Agar ko'chatning o'zi kamroq kichikroq bo'lgan bo'lsa, ular kamroq bo'y sifatida kamroq o'smagan. Bu sababi mana shunda. Ya'niki bir xil ko'chatlarimiz borki, biri hozir ko'rgan bo'lsangiz, bir xili 1 metrdan ziyod, ya'niki 1,5 metrga yetib qo'ygan. Uning 1,5 metrga yetgan sababi, ya'niki uning ildiz sistemasi juda ham yaxshi rivojlangan. Ya'niki o'sha ko'chat o'tgan yilda 4 metr 5 metr o'sgan. Ana shu 4 metr 5 metr o'sgan ko'chatlarning ildiz sistemasi ham juda ham baquvvat bo'ladi va o'sishi ham juda ham kelasi yilga texnik stres qilinsa juda ham tez o'sadi. Rahmat prosmotr uchun va like va podpiskani bosishda yoddan chiqarmang.